أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: الموضع الثالث في التشطير. to'yliqninki tang yerimi kep qoldigan, yerimlashib ketgan ahvollari. واتفقوا اتفاقا مجملا على أنه إذا طلق قبل الدخول nikah qildi, lekin o'tgan erkakishda va bilvolashga talaq qilib qoldi. Bir jidal chiqdi, talaq qilib qoldi. وقد فرض صداقا. degan o'sha to'yda to'yliqni belgilab bo'libdi ekan. Qanchalik deb tushib nikah qildi. Bilvolashga talaq qilib ketdi. Bunda avvalda annahu yarji'u alayha bi nisfi as-sadaq. Yarji'u alayha degan so'zga diqqat qiling. Raja alayha. Bu ayoldan qaytirib oladi degan. Hozir ma'lum miqdorda to'yliqni bekitib bo'ldi. To'yliqni ivat etdi. Bu to'yliqni to'yga yo'q, qizning zabduqini sarf qildi. Endi o'tgan o'tkazishlarga, bilvolashlarga bu talaq qilinib ketdi. Bu chaqda ayoldan bergan to'yliqning yerimini qaytirib oladi dedi. Raja alayha degan shu. Ayol qaytadi degan. Yo'q. Yani bu adam ayolni qish qaytib berib, akilan yerimini deb oladi demak. لقوله تعالى: فنصف ما فرضتم. يعني وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. إن خلنبو. Bunda ixtilof yo'q. Umuman hamma olimlar, lekin bir tafsilot, tarmoq ahvollarda balki boshqa qarash bo'lib qo'yishi mumkin, lekin umuman shunda. Va nazaru fi tashtiri fi usulin talatatin. Hamda o'sha to'yliqning yerimlashib qilish masalasida biz 3 bobda bahs qilamiz. Fi mahallihi min al-ankiha. Qanday nikahlarda bunda yerimlashib ketish ahvoli ko'rildi, qanday ko'rilmaydi. Va fi mujibihi min anwa' talaq. Yana talaqning qanday turliklari aslida yerimlashtirishni keltirib chiqardi. Masalan, talaq deganning masalan ba'zida murtadulab ketib talaq qilib ketg'ashdi va ya birisida ayib bo'lganlikdan talaq qilg'ashdi va yani shu talaqning turlarida qaysi yerimlashtirdi, to'yliqni qaysi yerimlashtirmaydi. Yani al-waqa' qabla dukhul. Bu talaqlarningki shu duxuldan burun bo'lgan talaqni demakchiman deb. Duxuldan keyingisi zadu yerim bo'lma butun bo'lardi. في حكم ما يعرض له من التغييرات قبل الطلاق. Yani talaqdan ilgari to'yliqqa qanday bir ahvollar, qanday o'zgarishlar kelib qoladi. Yani bu lahu degan misalil mahra, yoki sadaq. To'yliqni beribdi-kan, yoki to'yliqni belgilab ekan, muayyanlashtiribdi yoki yo'llab beribdi. Lekin bu to'yliq avib qopdi, kemiyib qopdi, yoki qimmat o'sab qopdi. Çünkü bahayiga so'rab turdi. Oltinni aytgan bo'lsa, oltin masalan o'sib ketdi. Pul sunilsa, jiplab ketdi. Yoki to'lab ketdi. Ya bir qo'yni aytgan bo'lsa, sinib ketdi yoki bizdan qo'zilabdi. Bog'i olgan bo'lsa, bog'ning muyisi pishib o'silib qoldi. Masalan, endi o'zgarish bo'lib qoldi deydi. Amma mahalluhu min an-nikah 'inda Malikin. Endi birinchi masalaga kelsak, qanday turdagi nikahlarda unda yerimlashib ketish ahvoli ko'rildi. To'yliqning yerimlashib ketish ahvoli esa Imom Malik favon nikah sahih. Sahih nikah bo'lgan bo'lsa, undan yerimlashib ketish ahvol bo'ldi. Ani ayyakuna yaqa at-talaq alladhi qabla ad-dukhul fi an-nikah sahih. Dukhul qilishda ilgari talaq qildi. Lekin shu ahvol sahih nikohda bo'lgan bo'lsa, lekin botil va fasid nikoh bo'lib qolsa, o'sha boshqacha deymiz. Nikoh fasid bo'lsa, fa in lam takun al-firqatu fihi fasxan wa talaqa qabla al-fasx fa fi zalika qawlan. Asli nikoh fasidni qilish kerak bo'lganida biz nikoh qilib tutdik. Nikah qilishdan ilgari talaq qildi bu. Qoida bo'yicha nikah qilib tutdi. Amaldan qoldirib bo'yicha bu o'zligidan talaq qilib bir taraf qilibdi. Bunda avvalda xil qarash bor edi. Imom Malikning tashrihi shu. Lekin u qaysi degan yerimini berdi, yerimini bermadi yoki nima degandek bunda qarash. Va amma mujibut tashdir, endi qanday ahvollarda bu shu to'yliq yerimlashib ketishni keltirib chiqardi. Yani yerimlashni nima keltirib chiqardi desa, favot talaq alladhi yakunu bi ikhtiyar min az-zawj. Bu er kishi o'z ixtiyorli bilan qilgan talaq dedi. La bi ikhtiyar minha, ayol kishi tanlagan talaq emas, er kishi qilgan talaq. Yani bu degine er kishi tarafidan bo'lgan talaq.
sebebi ve kazaları her kişi tarafından boğulmaz. Peki ayol kişi sebep boğan talaklı olup kalsa bu çağda bunu yerimini katılmaydı. Mesela ayol kişi nikah boğan ki kaçı mürted olarak gitti. Demek ma ayol hazır talakını keltirip çıkarıyor zikir. Ya ki toy kıldı, lekin bu ayol ya cinsi mürasatı bulmaydıgan bunda bir kesel var. Bunda onu iken ma talak kimin sebebinden buldu ayol tarafından. Misli talak oladı yekunu min qibali qiyamiha bi aybin yujadu fihi. Mesela er kişide boğan bir ayıp bilen talak olsa amayla. Bu da bu ihtiyar mine zevj boğan dekin. Qibali qiyamiha bi da'va aybin fihi. Demek erde bunda ayıp bakiyen de türlüler talak talak kıygan bolsa bu ayol kişi talak talak kıygan bulamdı ve er kişi tarafından boğan talak bulamdı. Bazı er tarafından boğan buldu. Yani hazır bir ihtiyar mine zevjinin misali iken. واختلفوا من هذا الباب في الذي يكون سبب قيامها عليه بالصداق أو النفقة مع عجزه أو عسره. أم ده قيامها علينا دعوة أسر يندب شندقما. مثلا أيال toyluk davası askan bolsa ya ki nafaka davası içip bu toyluklar nafakını pul yok olganlık için berenmey kaptıken. Bunda avvalda agar talak qilinib ketgan bo'lsa, yerimlashamdi, yerimlashmamdi. Bu kim tarafidan hozir talak bo'ldi? Nima qilib bor? Talak qilmish yo'q, lekin qo'lda pul yo'q. Ayol pulumni o'tamayman, qilamisan, yana o'tamayman deyapti. Wala farqa baynahu va baynal qiyam bil ayb. Demak, pul yo'q qilib ayol da'vo ochgan bilan ayb qilib ayol da'vo ochgani ikkisi o'xshash. Ikkisining farqi yo'q. Erdi bir ayb paket. Bu ayol yo'q, bu erdimanda ayb paket bo'ldi. Ajrashma deb turgan bo'lsa, bu chog'da bu hozir er tarafidan talaq keldi deymiz. O ayol tarafidan bo'lsa, masalan hada erda. وأما الفسوق التي ليست طلاقا فلا خلاف أنها ليست توجب التشطير. يعني bu talaq va fasx var. Talaq degan nikah deb hisoblagandan keyin, ondan bu nikahni talaq orqali nikah qilmasak bu talaq bo'ldi. Lekin fasx var. Fasx degan bu talaqni xuddi bo'lmagandek yo'q qilib o'tish. Talaq degan nikahni baqilab, bundan 3 talaqning birisiga bir qatimni talaq qilish sharti qo'ygan bo'lib, 2 qatim talaq qilsa qolgandek bunda qilib ajrashni iborat. Bu talaq ertar bilan bo'ldi. Lekin fasx degan-cho qozi kalan masalan, sud mahkamasi tarafdan qanday bo'ladi? Bu chog'da bular yani qayta to'y qilib qolsa, 3 qatim talaq qilish sharti bo'ldi. Talaq qilsa bir qatim qismi qo'ymaydi. Demak bu fasx deb qolsa, bu chog'da talaq bo'lmagan ekan, u yerimlish kelmaydi. Nikah bo'lmaydi. Yerimlish ahol qachon bo'ldi? Nikah bo'lib, ondan talaq qablab duxul bo'lsa erim. Shunga in talaqtumuhunna. أما الفسوق التي ليست طلاقا فلا خلاف أنها ليست توجب التشريع إذا كان فيها الفسخ من قبل العقد أو من قبل الصداق. Demek bu nikahını biz emelden kaldırıyorduk fasık yanında. Emelden kaldırışın sebebi nikah caizi bulmadı. Ya guvaç bulmadı ya ki sonrasında yaptırıp kendine ağaçını alıman da nikahı okutu mesela. İşte ağaçlarına bir emirde cemi okutu mesela. Aslında ahvallarda bu tasqil etish kerak. Bu nikahni kelishim jihatdan bu buzilish kerak bo'lishini ama menqibada sadaqa yoki bu to'yliq chataq kerak. To'yliq tarafdan bir tashkil ekan. Lekin buni buzilish kerak deb qarsak, chunki to'yliqda ko'pincha olimlar bu to'yliq sababini buzmaymiz deydi. Ba'zi olimlar masalan, endi bir chataq qilib qo'ysa buzilmaydi. Ba'zi ahvollar. Demak bu fasx holatida tashkil bo'lmaydi. Va bil jumlati min qibali adami mujibat sihhat. Demak umuman qilib aytsa, bu nikahda sahih bo'lmasa bu chog'da yerimlish degan gap bo'lmaydi. Nikah sahih bo'lsa, uningdan keyin talaq qilish bo'lsa, undan yerimlish degan gap bo'ldi. Valaysa la fidaki ixtiyorun aslan. Demak bu fasx qilingan ahvolda bu ayolning ixtiyorligi yo'q. Sen birisi ağaçını yaptıkken, keyin g'achchida sanasının nikahı yaptı. Bu çağda qazini qada qiladi, keyinki sanasının nikahını buzutdi. Fasx qilyapti. Lekin bu fasxda yo'qmi, o'chitib yurtdim deb ixtiyorlik yoki nisbami o'yinning yo'q, bunda ixtiyorlik yo'q. Chunki bu fasx deganda bu bir xil chataq, shaklangan bir ish bor. Yoki e'tirof qilmaydigan bir ish bor. Qonunsiz nikoh deb buni buzutmaydi. Buzatsak u ayolning hech qanday ixtiyorlik yo'q. Hukmni qabul qilish kerak deydi. Ya'ni shu talaqni amaldan qoldiryapti. Ayoldan chataq chiqsa, ayoldan chataq chiqsa, erning talaq qilib o'tish haqqi bor. Yoki talaq qilsam to'yliqning yerimi ketib qoldi ekan deb bu fasx qilishni talab qilish. Ya'ni men saqto deb bunda to'y qilgan.
Bu billa o'ttag'il bo'lmaydi ekan. Masalan, bu bilahol nima? Shunda ayol kishi jinsiy munosabat qilish faqat imkon bo'lmagan. Radqa deymiz, masalan. Hozir avratish bilan to'sab ketgan bo'ldi. Balki hozir buning operatsiya bilan ishni to'g'rilash mumkin. Lekin burungi vaqtlarda shunda bormish ekan. Undan keyin bu to'y qilay deb olgan. Jinsiy munosabat o'tkazmaydigan bo'lsa, bu men xohlamayman bu to'yni, nikohni amaldan qoldirli deb talab qilish mumkin. Unda qizlarning shirkka chiqib qoldi. Gerçek qilib qoldi. Buni odatda olimlar ikkiga ayiradi. Birinchi turli kasal, masalan, illatlar to'y qilib billa o'ttag'il bo'lmaydigan. Billa o'ttag'il bo'lmaydigan. Yoki o'ttasini ters, masalan, saranki, saranlik borki, yoki jinsiy munosabat o'tkazilib bo'lmaydi ekan. Aytgan qurilish shunday ekan. Masalan, yoki masalan ba'zilarda oq kasalnimi, shunday nima hisobda ko'ramiz deydi. Nikohni buzilishga sabab bo'ladigan narsa qatori ko'ramiz. Yana birisi güzel masalan. Güzel degan unda tamiratga nimasi yoki teri iqtidom bir kesadi. Bunda o'zada nima qilish bo'ldi, talab qilish bo'ldi deb. Ammo masalan qonunmi shu narsani endi bekitgan. Mushunda bunda avvallarda hatta ergimi bektirlik. Erdom masamanda unda nol bo'lsa, anni bo'lsa masalan, jinsiy tarafda ajiz, yo kesal bo'lsa yoki mushunda kesal bo'lsa, talab qilish haqqi bor deb bektirgan. Ana undan boshqa kasallik bor. Bu odatda turmush ketaverdi. Lekin azraqimda jafo tortish, azraq bir ig'irlikni ko'tarish ishlari bo'ldi. Bu andan unda aniq bir talab qilishga sabab bo'lamiz. Zodi unda xohlamasa, ayolda shunda ba'zi bir avarchilik bo'ldigan avval bo'lsa, talab qilish qildi bormi? Qachon bo'lsa talab qila olasiz, ammo uncha taqi yo'q. Hozir ayol masalan ash'arda shunda bir qilib aramchilikni keltirdigan. Nolaqimda. Bu 30 yil tamda 30 yil tamdan birlashish shuan ekan. Bunda bir ahvol bo'lib qolsa, talab qilish haqqi bormi, yo'qmi? Mayli. Ig'ir ahvol bo'lsa talab qiladi. Odatda insonchilik ko'tarib ketgan bo'lsa, talab qilish haqqi yo'q. Ammo fusuq at-tari'a hamda to'g'ri bir nikoh bo'lgan, nikoh bo'lgandan keyin ondan buzutish ahvoli kelib chiqdi. Bayatdan qilsa, shataq bir nikoh qilib, qonunsizda buni amaldan qoldirgan. Mana to'g'ri bir nikoh bo'lgandan keyin ondan buzutdi. Ma'lum bir sabablar kelib qoldi. Misli ridda. Shu bu ikki musulmon to'y qildi. Ayol ikkisi musulmon. Bunda ketayotgancha bir soat murtazalab ketdimi? Bu chaqatga tasqilmas. Varrida, ya'ni bu imildashlik. Ikkidan to'g'ri nikoh qildi. Bir ayol kelib, "Voy bu ikkini men imiltgan, yoki ikkini imildash yutuqqa" deb qoldi. Yani rıdağım unda fuqalı burunqi tabildi bunda bir misal keldi. Bir erniki ish qayda bor ekan. Birisi cho'ng, birisi taqa ümüvatqa yaxshi buvoq. Bunda ayol bulamdoz bo'lmaydi deymiz zaten. Lekin bizning joiz bo'lash bo'lmaslik nazariya bo'yicha ilib etsak, kichik bolalarga nikoh tushdi diqqa. U chaqdan do jinsiy munosabat qilish, er-xotinlik ishli bo'lmaydi, lekin shunda bir ishga qabilni yarashtirish, ikki podshohlikni bir qudvachi qilib urushni to'xtatish, manda nasl ko'zdan bo'g'ashqa, masalan bir bo'q qizi bor taraf masalan shahzodiga qizni. Ba'dan deydi, u bo'yga yetkicha dadasidan qasdan turiverishi mumkin. Lekin bu aslında imulatgan bir bo'q qiz ekan. Endi qadag'ini bu shahzodani yana bir ayli bor. Bu A taraf bilan nima kimsa chiqdi, mening bolam taxt o'tirolmay, masalan, ma ikkinchi xotin keyin to'g'ri bo'ldim farzand ko'rsa, ma keyingi kishi o'g'lini qoladi degandek. Yoki odatda turmushda ma'rifni o'ylab, zoti mushini zoti bir talaq qildirday deb filan so'qab, qanday qiladi? Bu kundishini machonlar imitib qo'ydi. Demak, bu ayolning qizi bo'ldi. Qiziga bir ayol bilan qizini ikkilarni bir amalda to'xtatmaydi. To'xtamagan ekan, bu majbur talab qiladi degandek bir zamonlar manda deyishmiz. Yani rida degan mushu rida say nikoh bo'lgandan keyin hozir rida sababidan nikohni chuvitish kirib chiqdi deyishmiz. Demak, hozir bu anasirlar aqli qilgan, duxul qilgan bo'lgan ekan, u qizni aram bo'lib ketdi deyinga. Demak, shunda avvalda mana rida kelib qoldi. Fa in lam yakun li ahadima fi ikhtiyar, demak, bunda ikkisining biriga ixtiyorlik yo'q. Uy tutaman desimi, tutilmaydi bunda. Aw kana laha dunahu, yoki ayolga ixtiyorlik bor, ergi yo'q. Bunda ahvol bo'lib qoldi. Masalan, bu ayol xristian ekan deydi. Bu hozir islomdan murtad bo'lib ketdi. Lekin islomdan murtad bo'lib nima uchida xristian bo'ldimi, nima bo'ldi, nas bo'libdi. Bu ayol hamda o'tisi bo'ldi ekan o'zimizda.
Aksiyre isim buldu iken, yak adısının isim bulduğun bir ihtiyarlık buldu iken. Bazı ahvallar. Lem yucibit taşdir. Bunda ahvallarda çocukluğun yeriminde veriş ahvalı bulmaydı öyle. Onu keltirip çıkamaydı o. Bu şey ahvalda olsan, işkileyen bireylik ihtiyarlık olmasa, bu çağda o yerimlaştırış ahvalı görülmeydi o. وإن كان له فيه اختيار مثل الردة أو جب التشديد مثل her kişinin ihtiyarlığı bağlı bulup kalsa bu çağda çocuk yerimlik bir ahval buldu. Her kişinin ihtiyarlığı ahval kalsa her kişi Hristiyanlığı da bitti Müslüman. Bu çağda her kişi Hristiyanlığı ama siyas buldu. İhtiyarlığı da battı. Dağılırken bu çağda yerim. Dağılırken nikah sayı bulaptı. Onunken Hristiyan bulup gitti öyle mürtedular. Hani bu Arap'da Hristiyan bulup ötüsü raybu kandaklar ihtimallık vardır. Lekin dokun kılıçlı ilgili talak kılarken olsa yani hastalığı buldu. Ben Müslüman da çocuklar diyen ama Hristiyan bu Müslüman Müslüman bu nikahını bulduğun tabirütüde dise bu çağda yerimleştirip gelip çıkıyor. وَالَّذِي يَقْتَضِيهِ مَذَبَ أَهْلُ الظَّاهِرِ Zahirinin mezhebi asasen şunun göre ne kelip çıktı, qanday hüküm çıktı? Enne kulla talaqin qabla al-bina fawajibun an yakuna fihi at-tansib sawa'un kana min sababiha aw sababihi. Sebep qaysi tarafdan bo'lsin, bunun qat'iy nazar va dukhuldan burun talaq qilish ahvoli kelib chiqsa, yerimlashtirish ahvoli ko'rildi deydi. Qaysi tarafdan bo'lgan bo'lsa, mayli deydi. Va anna ma kana fasxan ولم يكن طلاقا فلا تنصيف فيه. Demek bu talak olmagan iken, fasx olgan iken yerimlashtirish yo'q. Kur'an-ı Kerim'de ayetning lafzinde ve in tallaqtumuhunna, ve in tallaqtumuhunna talaq eğer fasx olsa unda ish yo'q. Hem ayette sebep o taraftan dedimi? Unda değil mi? Mutlak. Ve sebebul khilaf hal hadis sunna ma'qulatul ma'na am leysat bi ma'qula. Demek muşunda yerimlashtirish usuli, yani to'yliqning yerimi vacib bo'lib turgan mush ahvol. Biz aqlimiz bilan buning hikmatini yoki sababini tushunib yetadigan bir narsami yoki buni har qancha o'ylasakmi tushunib yetolmaydigan. Yani Alloh taolo shuni buyurgan, biz bosh ustiga qulluq izlar qiladigan bir ibodatmi? فمن قال إنها معقولة المعنى أمده يا bunu ma'nosini tushungil bo'ldi aql bilan buni tushungil bo'ldi deganlar فأنه إنما وجب لها نصف الصداق عوض ما كان لها لمكان الجبر على رد صلاحها bu ma'qulatul ma'no degan qanday sababdan yerimga tushib qoldi deysa desa javob beradilar. Bu yerim vacib bo'lish degan ayolningki milini rad qilayotgan bo'lgandan keyin ko'nglini tab qo'yishdan iborat edi. Demek milini yaratmadimi? Tamam. Yaratmay qaytib bo'ldi, ammayma degan ekan, ayolning ko'ngli yerim bo'ldi. Sonra yerim to'yliqni ko'ngli yasash uchun, ko'ngli ko'tarish uchun berish kerak bo'ldi deb bunda tushunib turdilar. Ve akhdü thamani kel hali fil mushtari. Sen so'zsatda bunlar sotib olgan bo'lsa, buni topshirib oldi dedi. Ivada ma kana. Innama wajaba laha nisfu sadaq. Ivada ma kana. Ivadan ma kana laha demakchi. Yani min ecril ibad demakchi. Yani aş ayolning ko'ngli yasash uchun buni omma yandirayotgan bo'lgandikan, ko'ngli yasash uchun ma'lumning bir qismini berish vojib bo'ldi deb tushundirdi. Yani biz ma'nosini tushundik buning. Yerimini berishning ma'nosi shu. Tushundik debdi. Va akhdhu thaman kal hal fil mushtari. Agar tovarni yandirsa qanday qildi? Tutib olamda. Yo'q, hali ayib chiqmasmi yandiradi, ya ammayma yandiradi. O'chada puldan chiqib solgan. Dükkanda mal satıyordular. Ben malını elep tükettim. Tüketkenken sebepsiz, hiç kadar eğim yokken. Yakma ammayı cemaat sebep pul tutulup kaytırıp bırakın. Mesela. Bunda demek ki olsun mümkün. Bana aklı tamam, kelhal kılmış. Sedrağı adam pulunu kaçırıp alamam mı bunlar? Alırdı. Kaytırıp ağan çaktan da konuğunu yasaş için kapıla kalmasın pul birden geldi. Aşın kıyas kıldı acaba abi. Hadi inip koyma. Bir dükkancısımız mal oldu. Ağan nikah kaytırıp ayacağım pul tutuldu bu. Şunda demekçi. Falamma farakan nikah fi hadal mana al-bay'. Nikah bilan bu ilim setim ikkisi o'xshamaydigan avvalli bor. Yani bu nikahga ilim setim emas, nima? Ani o'xshatsaqmi sal farq bo'lg'achqa, ju'ila laha hada iwadan min zalika al-haq. Ashu sodida dukanchi tutolamda ham dusa. Yani bununla o'xshamagan ekan, so'zatga o'xshamagan ekan, ma nikahda yerini lam kesib berdi shariatda. Sodida yandirayotgan narsa yerim Biraz tutul bulmasa yandırmayman diye şarkı var mı? Yandırıp versen savaplık. Akal Müslüman, akalullah ataratahu yaman kıyamet. Tamam. Resim aldı, kim de ya dadısı kabul devnu. Ya konu mani oldu denzim. Ya lazım ama çıktı. Mani yandırıp verse, bu alicanlık fazilet.
Yo'q, satqan molni yondirmaydi deb topdi shuni do'kon yezib qo'ydi. Xatga qarashlar endi keyin amasa manch pul tutilib yondirib pasta bo'ldi. Desa yondirib pasta bo'ldi. Shunga o'xshash qiyos qilyapti. Bu ilm setimdimi ashunday pul tutilib yondirish bordi. Ana men nikoh olgan ekan, u ilm setimga dal tushmaydi, lekin anida o'xshash tahlil qilsak, bu ayolningki tavarini yaratmayapti, yondirib qo'ygandek bir ish, lekin ko'ngli rozi qilish uchun, ko'ngli yasash uchun yerimini belgilab qo'yishayat. Biz bu aqlimiz bilan buning illatini tushunib bo'ldik deydi. Hali aql illatini tushunib bo'lganlar. Şengil bulduran, mana biz tushundik mana, illatini emas, mana shu deb ko'rsatdi. Qala degani faman qala degan bilan chetishgan. Shartning javobidan do'q. Shunda illati ma'qulda, mana biz illatini tushundik. Buning illati ma'noda iborat deganlar unda farda. Qala idza kana at-talaq min sababiha lam yakun laha shay'un. Agar ayol tarafdan bo'lgan talaq bo'lsa, ayolda bir kasal chiqqanlikdan talaq bo'lgan bo'lsa, bu ayol ishni ololmaydi. Lianna asqatat ma kan laha min jabrihi ala daf'at-taman. Chunki u ayol erni manshul berishing kerak degan majburlashmasini yo'qotgan bo'ldi, qo'ldan ketkizayotgan bo'ldi. Zodi molni olishing kerak, uning pulini to'lashing kerak degan majburiyatni yo'qotgan bo'ldi. O'zi kasal bo'lganlikdan. ومن قال إنها سنة غير معقولة. Endi bu yerimlashtirish degan bu illatin tushungan olmadan bir ish. Alloh taolo meni yerimni belgilabdi. Endi bu yerimni bilish nima uchunki buni bilmaymiz deganlar. Oyatning zohiriga ergashganlar. Qala yalzamu at-tashqir fi kulli talaqin kana min sababi aw sababiha. Demak bu zohirinamda. Zohirlarni qarab Qur'on Karimda min qabla an tamassuhunna va qad faradtum lahunna farida degan qabla al-mas, talaq qabla al-mas. Onun sababidan bulan sababını demaymiz. Yerime vacip bo'lib ketdi deb turadi. فأما حكم ما يعرض للصداق من التغييرات قبل الطلاق. Yani تغيرات desek mi? Endi to'y qildi bular. To'yliqni belgilab qo'ydi. To'yliqni balki ayolga yetkazib berdi ayol tarafga. Yoki qo'lda saqlab qo'ydi, masalan. Lekin bu to'yliq belgilangan to'yliq buning bir o'zgarish bo'lib ketdi. Ya bahsi ishib ketdi, ya semirib ketdi, qo'ygan bo'lsa. Ya bag'o'g'an bo'lsin, mevlik bo'lib ketdi, to'y qilib qo'ycha. Aslında bir ahvolli bo'lib ketdi. Ya kiyim-kechak bo'lsin, uning qimmati oshib ketdi. Fa inna zalika la yakhlu an yakuna min qiblaha aw min Allah. Bu ikki ehtimol var. Qiblan mar'adan da turadi. Ayol tarafidan ya Allah tarafidan bo'lishi mumkin. Masalan, oddiysi 10 ming ko'y deb belgilagan bo'lsa, 10 ming ko'yning qimmatini dollar bilan o'lchayapti. 10 ming ko'y balki dollar 6-8 ming olsa, keyin bir oydan keyin u to'yni qilib, nima bo'lsa, orliqda 6 ko'y 5 ming o'tib qolsa, o'sha 8 ming ko'ydek binosi bo'lib qoldi. Ya'ni bir xil qimmat tushib ketadi. Ya qimmat eshib ketadi masalan, ha? Eşkekinin birinde yoki eşkekni uzun qilam. Shundan bo'ldi. Ortiqda. Kama kana min qibalillahi fala yakhlu min arba'ati awjuh. Endi Alloh tarafidan bu o'zgish Alloh tarafidan kelgan bo'lsa, to'rt ahvoldan xoli emas. Imma yakuna talafan lil kull, ya hammasi buzilib ketgan bo'lsa kerak. Masalan, kallidan ikkina, ya mozaydan ikkina to'ylab qolgan bo'lsa, ulab qolibdi. Kesaltigi bo'lib ya to'nab qolibdi. Va imma yakuna naqsan, yoki kemik ketdi. Qanday kemik ketdi? Uraqlab qolibdi yoki kemik qolibdi. Va imma yakuna ziyada, yoki ovqat bini mozaylar qo'zilab qolibdi masalan. Va imma yakuna ziyadatan va naqsan ma'an, yoki ham eshibdi bir tarafdan ham kemik qolgan bo'ladi. Masalan, qanday holda? Ovqatda masalan, ziyadagina masalan qo'zilabdi. Lekin bu qo'zilab bu onasi bor ikkisining ba'si lekin tushib ketibdi. وما كان من قبلها فلا يخلو أن يكون تصرفها فيه بتفويت مثل البيع والعتق والهبة. عند ayol tarafidan o'zgarib qilish qanday kelib chiqadi deydi. Bu molda tasarruf qilishidan kelib chiqadi. Masalan, setiz tutib, bir uyni to'liq qilib, keyingi setiz tutib, yoki qulni to'liq qilib azat qilib tutib, yoki birisiga hadiya qilib. Demak, kemib ketdi hozir, yoki o'zgarib ketdi. أو يكون تصرفها فيه في منافع الخاصة بها أو فيما تتجهز به إلى زوجها. ياكي أذنك çıkmak hayır tutar. Yaki öz cebdinin de falan kimden 5 kor, mağdın 4 kor, çöykonluk alımı, öyge mında karot alımı, mında perde alımı da kayıt. فعند مالك أنهما في التلقي وفي الزيادة وفي النقصان شريكان. Demek İmam Malik'in karşıda artık olsun ki hem bir şerik değil. Demek banasının ki yerimini alıdı. Alıp ketken bolsun yerimi, kemik ketken bolsun yerimi. Demek kaptağını yeriminin kesimez değil.
Eplişip kesse yerini kesip olmaydan. Dukluk bile eplişip kıygan bolda şu ayılının buldu. Lekin talak kıygan çağda bu kaptağını az nas kasımı şu 20'den 2 bölümüz. Jip nas olup ketken bolsun 2 bölümüzdür. Bunday qamma 20 teledim deb chiqqan değil mi? İmam Malik hazır tırnakta eden şerika demek. Demek bu ziyanımız şirek dedi. Ondan sonra 20'ni katırıp olmayış iş kereyle 20'den ziyan tatkan buldu. وعند الشافعي أنه يرجع في النقصان والتلف عليها. İmam Şafii mana ishki ahvolni ayiribdi. Agar ziyon bo'lib, yo buzib ketgan bo'lsa, ayolni 20 tultidi dedi mana. Sizga qarasha, ayolni 20 tultidi dedi. Binismini, 20ni. Wala yarja binisfu ziyada. Agar ishib ketgan bo'lsa, ishib ketganning 20ni to'latmaydi dedi. 20ni olmaydi. Çıkkınına sağlam olsa da çıkkınının 20'den olur da çıkkın olup kalsa. Üçüncü kere aşağı yanına oldu demek. Mesela hazır minkoy to'yliq qoldi deb esansak. Bunga mesela qo'shilib qoldi deb esansak, ish qizga qo'shildi. Qo'shilgan vaqtida biz hozir 20 narsa qo'shish qo'ygan to'q. Qiz qo'yini 20 dan bilib 6 qo'ydim unda qilindi yoki ish qizga ayrilgan qilindi. Hozir İmam Malik dedi, şu ikiz gözümü şerek. Üsküyanın, Üsküyamanın dedi. Eğer şu toyluk ne, ayol kişi et boğan boz mümkün. Anın kolları ikizge ağıtağın bolsa, İmam Malik'in nazırda, 600 gözüm lan alıdı. Eğer 800'de uçup kalan bolsa, 200 gözüm lan alıdı dedi. Demek ayaldın hazır, ayalı bir bağımız 200 gözüm kaytıp aldı sen tattın bu. Ağıtağın bolsa 600 göz alıdı. Ayalımız sen tattı okşaş. Çünkü ayal 20'den aldığında 500 göz asıldı. Yani İmam Şafii dedi, kimip ketken bolsa, ayol kişiden kana qilgan, yerja fil nuqsan va talaf alayha degani ash ayoldan sözlerini aldı dedi. Ziyan tartgan bolsa, kimip ketken bolsa, ay to'yliqni 20 oldi ekan. Buni bayon to'g'ri. Minkoy bayonimiz 500 ga oldi ekan. Lekin 300 ga olgan bolsa, bunda ahvolda 500 ga oldi, 200 ga 20 ni unda olmaydi. İmam Şafii'nin karşı mındak. Kemik ketken bolsa, şu kemik ketken İmam Malik'in karşıda okşar. Şirek. Sen 800 kere uçup kalan bolsa bu mümkün. 200 kere aldı ki. Yani ziyanlı hazır, erimi tartışıp verdi. Lekin ağıl kalan bolsa, kaydını erişip vermeydi. 300 kere olan bolsa, 500 kere aldı ki, 200 kere ayol oldu ki. Ama o uç buldu acaba. Demek yerimi da İmam Malik'e ma'qul keldi bu. Kemiyip ketkanda ma'qul. İşkilenen tang tartıda. Av qavanchada ayollam alıdı artık ne demek ekan. Endi Abu Hanifa'nın qarshi İmam Malik bilan o'xshash. Yani ortiqlo kamlik achamasa, ikisi o'tirib tanishirek dedi. Ama İmam Ahmad, İmam Şafii bilan yaqinroq. Mesela İmam Şafii nima dedi ekan? "İza hadasa ziyada ba'da al-aqd mana lam tanqasim baynahuma ziyada." Demek bu ortiq ish qo'yni tang bo'lashmaydi. Ve indel akdi kavlan nikah okugan çağda şu çağda bulup kalan bolsa şıkıl karaş var. Demek hazır bu nikahın vakti nikah kıygan çağdaki mesele başka nikah kıygan çağda emas keyin alıp kalgan boğuşka bu ayolunun demesi. İmam Ahmed de az-ziyadetu laha mutlaqan sawa indel aqd ev ba'dahu. İmam Şafii ile İmam Ahmed'in karışının farkı şu. Yani ilgili olsun kim olsun bu alıp kılış. Yani nikah okugan çağda alıp kalan bolsun, yani nikah okugan çağdan bir hafta keyin alıp kalan bolsun, okşaş, ayarlamalı. Yani minkoy bergen bolsa, 200 ga alıp bulmuş, 200 ga olgan bolsa, bu 500 gadan qaytib aldı, 700 ga ayolga buldu. Yani 200 ga artıqni Allam eliverdi dedi. Ve İmam Şafii ile İmam Ahmed ikisi yakın ki. İmam Ahmed'inki, mesela şu İmam Şafii'yle okşaş hazır. Eğer kim bulup kalsın, mesela biz minkoy dedik, 800 ga uçup kaldı, 200 ga dilam oldu. Bu adı cumhuriyla okşaş oldu. Abu Hanife Malik'in şunda. Kimip ketken oldu. Yani artıqla ketken oldu. 300 ga uçup kaldı. Bu çağda İmam Ahmed artıq bana 200 koyunu ayarlam alıdı dedi. Kitaptan caydamaz. Ben şu Hanbali mezhebinin uzun kitabını gördüm. وسبب اختلافهم هل تملك المرأة الصداق قبل الدخول أو الموت ملكا مستقرا أو لا تملكه. Yani bir yerde talaktan sebep olan neyse ayol talak yani önemli gerek. Ve kadir bu şu toyluklar vacip olup kızıgan ben bulmaydığı ahval qazitde ya talak ya ki ölen. Akrabul eceleyn.
Lekin shuningda ilgari zade o'zining igdorchiligiga kirib bu to'yliq igi bo'lib bo'lamdi yoki hozir igi bo'lib bo'lmagan ahvol bo'lamdi demoqchi. Faman qala innaha la tamliku mulkan mustaqirran qala huma fihi sharikan ma lam tata'adda fatudkhilahu fi manafi'aha. Bu igdorchilikga kirib o'rnab ketmaydi. Taxamda ahvol qarashlik bu. Sen mavquf ya'ni muallaq turdi deganlar İşkilisi onun şirek İmam Malik olsaydı, Ebu Hanife. Mâlem teta'adda. Fakat lan bu asli sen mülkünge takip kirip ketmegen narsini, sen g'archi mülkünge çigiz varsan, sen tecavüz kılgın bolsan. Tecavüz kılıp özünün mülkünge çigiz etken bolsan, bu çağda başkaça. Lekin unda çigizmege alıp da bulmuşlar, muallak tutturdu. وَمَنْ قَالَ تَمْلِكُهُ مُلْكًا مُسْتَقِرًا Yak üzüm igdorchilik o'tib bo'ldi. Endi dukuldan ilgari taraqqi shilib qolsa, bu o'zining yanchiqqa chirib bo'lgan, igdorchilik o'tib bo'lgan narsani qaytirdi degan bo'lsa, va tashkiru haqqun vajibun ta'yan alayha 'inda talaq. Demak, talaq bo'lgan chaqda mulkinga kirib ketgan mol-mulkningki ashto'liqning yerini qaytirish uchun kerak bo'ldi. Mulkinga kirib bo'ldi. Yerini qaytirish andan keyin bu ahkam kelib qoldi. Buradagi ulmoning so'zi desek, ayolning tasarruf qilish qat'iy dursunmi? Muallaq holat bo'lsa, buni tasarruf qilishda bizlar qilsa. Bu ikkinchisining jalliga mulkan mustaqirran degan. Odatda o'zidan uni to'yda qilsa, chiqimi xajiyat turdi to'y o'g'isi. Wa ba'da istiqrar al-mulk awjab ar-ruju' 'alayha bi jami' ma dhahaba 'indaha. Endi mulk rasmiy bekitilib bo'lgandan keyin u ayolni qaytirib elish vojib bo'ldi. Ya'ni o'sh ayolning qo'lda turib yo'qolib ketgan narsalardan billa, kemib ketgan narsalardan billa qaytirib elish vojib bo'ldi dedi. Demak, bu ayolning mulkiga kirib ketgan. Kirib ketgandan keyin duxul qilishda talaq qilish voqeasi bo'lib qolg'atqa yerini qaytirish kerak bo'ldi. Qaytirish kerak bo'lgan chaqda bu mulkiga chirib bo'lgan dedi. Va istiqrar. Shunda bo'lsa avjabar ruju alayha bi jami'i ma dhahaba 'indaha. Demak, o'sh ayolning qo'lda turib, kamlab ketgan nimasi bilan billa nima qilgan bo'lsa, shuni yerini qaytirib olish vojib bo'ldi dedi. ولم يختلفوا أنها إذا صرفت في منافعها ضامنة للنصف. Bular asosan hammasi ittifoqga. O'zining chiqimi xajayotgan bo'lsa, yerini to'laydi dedi. Yerini to'lish kerak dedi. Umuman yerini ya hajat qo'l qoqqanini yerini. Umumniki. Vaqtalafu idza ishtarat bihi ma yuslihuha lil jihaz. Endi o'zining to'y tayyorligi, jabdush ishlari qilgan bo'lsa, masalan, kiyim-kechak, oltin ziynat, binasi qilgan bo'lsa, odatda unda bo'lgan. Hal yarju alayha binisfu mashtaratu am binisfu sadaq alladhi huwa thaman. Bu chaqda bu ayoldan setib olgan kiyim-kechak va kaza setib olganga shuning yerini ham akalamda alamdi yoki asli bergan to'yliqning minkoy berganga shuni siz ko'nglim alamdi yoki kiyimning masalan 10 tal kiyim olgan bo'lsa 5 talni alamdi. Setib bo'lgan narsani yerini alamdi. Raja alayha degan bitta ayoldan qaytirib erishgan. Raja alayha degan gapni shuni olaman. Raja kelib qolsa, u tushunilmay qoladi. So'zda tulen qildiga vallahi raja alayhi degan shuni tultib oldi, tultudi degan. Qaytirib oldi. Yarja alayha degan ayoldan qaytirib olamdi, masalan, yarja alayha. Faqala malikun yarja alayha binisbi mashtaratu. Malikatan 10 qur kiyimgan bo'lsa, appagan kiyimning yeridan 5 qur kiyimni qaytirib oladi debdi. وقال أبو حنيفة الشافعي يرجع عليها بنصف الثمن الذي هو الصداق. من كل يوم بوسا أي من كل فنون بس كلهم على دعاء من الله. Özdür kivas kılın mı dedi? Kimde özdür kivasla? Bundan من كل يوم كان بس كلهم يات برالا. Kıymetini sıçtırmayken normal kılmaydı. Malki hocam onun ne günahı? O da toykulmanda tayarlık kıldı. Bunu kiyan onu sette pulga aylandırıp kılsın teklif kılmayımız değişim. Çünkü onun mülkü kirip olmagan, mülkü kirip olmagan babamın ingep şu. Mülkü kirip olmagan ki adır bu asmanda esirlik bu iskelen oturdu. Bundan kim bu? Erdem'in mülküymüş. 5 kur kim? Erdem'in mülkü de. Bu ayolun mülkü kirmeyen iken özünüzden mülkünüzü elan hocam dediler. Bes buldu. Bunu badava çıkıp, setip, ya kaytırıp, bu avacılık mı? Misal koyuş için dağıtımız var. Elbette onun bazı yanım soğuşu muydu? Yani içki bölek şunu. Yermin aldı ki. واختلفوا من هذا الباب في فرع مشهور متعلق بالسماع. يعني مشو باب مناسبتlik دليل سمعي كاغن bir meselede ixtilaf çıkıldı. Bir ayet ya bir hadisga dalil nakli ya sema degan.
Yani simaga münasebetlik bir tarmak mesele ixtilaflaşıp kaldı. Ve huve hel lil ab en ya'fu an nisf as-sadaq ibnatihi bikr. To'rtpaman bikr qizni yasqılmoqchi ekan. Bu ahvoldan da nikah qilib, to'liq belgilabdi, lekin duxuldan ilgari taloq vaqasi bo'libdi. Bu çağda erimdi. Şu yerimini alıptı. Yerimini kızı birikti. Hali bu kızın dadısı, bu da hiç olmayma der. Bu da hemen epkeslerdi. Kızın ruhsuz. Bunda kız bulamdı öyleydi. Epokulu tişaklı bağma, hiç olmayımız da duruyoruz. Bulamdı. Yani idâ tullikat kabled dukhul. Öyle seyit fiyameti. Demek bunun toyluğunu seyit alıptı o. Bu seyit var ama dedikeninin toyluğunu olmayma buldu. Desi bulamdı öyle. Bu kanda ahvalda talak kabled dukhul boğan çağda. Hem toyluğuna mehrini belgilep boğan ahvalda. Fekale malikun zâlike lehu. İmam Malik, şunda apokluası buldu. Bu İmam Şafii'nin kadim karışı, İmam Ahmet'in bir rivayette, kişi kız oğlunun olup kalsa, bu öğrettiği kişi kız oğlunun toy vakasında apokluası buldu da istedik. Fekale Ebu Hanife Şafii, İmam Ahmet'in manından billemdi. Bu çoğun bu öğretken kız oğlunun gibi var. Bu da leyse zâlike lehu. Bunun onda apokluası yok. وسبب اختلافهم هو الاحتمال الذي في قوله تعالى إلا يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. تفسير الناس في دو قلقل بيده عقدة النكاح كم؟ بشهادة زوج مو يا كبلي مو دكان تلاش شولده. وذلك في لفظة يعفوه. يعفوه دكان لفظة مثل واحد. Bu nimmanida degan kelib chiqadi. Bu yerda bir ishtirak bor. Yaqvo degan so'z bir necha ma'noda mushtarak. Isqotmi yoki uni adya qilib beritishmi? Kayna tuqal fi kalamlar marra bima'na yustat. Va'fu anna deymiz-ku. Butun gunohlarimizni tushirasizlar, juyasizlar degan gap. Va marratan bima'na yahab, adya qilib beritish degan. Mimallarni afiya deymiz. Demak bu hiba ma'nosi bor, isqot ma'nosi bor. Isqot tashlitish. Shunga va'ful liha degan buni kesma ashunda qo'yib deymiz. Ve bu yerde adım ayette iki orunda iştirak var. Birisi affı degan söz müşterak. Yani birisi ad-damir kimga qaytidi? Ellezî biyadi uqdatun nikah. Xuddi kaman afiya lahu min akhihi shay'un. Aynen. وعلى ما يعود هذا الضمير هل على الولي أو على الزوج فمن قال على الزوج جعل يعفو بمعنى يهابه erge qaytıdı da cumhurun karşılığını alsak o beriyutudur diyen mana. ومن قال على الولي جعل يعفو بمعنى يسكت veli bunu şurutudu yani bolda ammayma bolda beriyutudur. Hadi bu şekilde zevç diyorlar şu cumhur. Yani İmam Malik için veli doktor oldu. Ve in tallaqtumuhunna min qabl an tamassuna ve qad faradtum lahunna faridatan fa nisfu ma farad illa yafna ya'fu alladhi. Demek bu yada acar ayet ve in tallaqtumuhunna ergestak kıldı. Kiranın kim ahir kılıplan ya ki u apoklu vasad dedi. O ta'fu demedi. Yani ikinci şahsı hitap kılıyordu. Kirep üçüncü şahs apokisa yani kim? Bu eramaz kızdan dadızlayan buldu dedi. Ma ayetin kalbi kendine iltifat mısın dikkat kıldı. Ama cumhurca biyedihi uqdatun nikah diyen kim bu? Talakla kılıdaran kim? Aldım talaklama diyen kim? Biyedihi uqdatun nikah diyen zul. Ayetin ahırda en ta'fu akrabul takva dedi. Ta'fu diyen müşrilerimizden İmam Malik başkılımı zavuzgi hitap değil. Davamdaki cumhurun karışmıştı. Ve şedde kavmun fekalu likulli veliyin en ya'fu an nisf sadaq al-wajib lil-mar'a. Mağla beklama şunu tutun. Ay velilan boldiken bir kız olmayınca neçe veli olsun? Akisi, tağısı, dadısı, yoki akıllardan 5-6'sı. Qaysi bilse, hukukunu tutasa hesapga. Bu bekşadır. ويشبه أن يكون هناك الاحتمالان اللذان في الآية على السواء. يعني من ضع احتمال واحد. ولي مقصد كلهم بوشم ممكن. زوج مقصد كلهم بوشم احتمال. احتمال مشاهد بارد. لكن من جعله الزوج فلم يوجب حكما زائدا في الآية. لكن eğer مقصد كلهم dese bir hiçbir yeni bir hüküm keltibağın çıkmaydı. Müşen diyen çağda erinin zadı yerim üzden hakkıdın apoklaşık asıl battı onun. Asıl erinin hakkı battı. Hemmeden buna ittifak. Er kişi üzden hakkıdın tanazül kırışması bağını. Demek bu ayette eğer er dese bu yeni bir gelmiş kavram bulmaydı. Bağa geçiyordu. Yani cevaz derken malumun min darurat şeriatten bu inakandı bu. O kadar zaten erinin hakkı zaten meldivesi meyde de düşündü. Ve men cealahul veli hem de İmam Malik'in riski asasen veli de kargallah immel ab ve imma gayrin. Veli diyen şu ya dadısı oldu ya tağısı aksi oldu. Fakat zâde şer'an yeni bir hükümle oturuş kavram buldu. Aslında erininki apoklaşımız vardı. Ayalının apoklaşımız vardı. Ya'fûne de ayallarının seyirsi kıldı. Zaman davanken darısı hukuda da şimdi bir şartlar erkeğe oldu.
فلذلك يجب عليه أن يأتي بدليل يبين فيه أن الآية أظهر في الولي منها في الزوج. Daha ki muş kişiden biz delil talep kılınız. Ma ayette veli maksat kılınganlığı her maksat kılınganlığı bekrek zahir. Mesela ma'dan ma'u ilitraş çıkıp durdu bununla. Değişim bir delil ekilişin gerek mi? Ayetin sırtıdan bir delil ekilişin gerek. Ama İmam Malik ne? Bizden imamda adı delil talep kılıyordu da. Hayır, bunda bir ihtimallık var. Ya'funa degeni ayol tarafının gebine kıp oldu. Hani velinin olması yok. Ya'fu degen er tarafının demek şeydi. Ya ki ya'funa ayollar khas, ya'fu degen velisi khas. Çıksızlaştırsak bu ayol tarafının gibi. Ya ayol apı kılasın böyle. Ya ki velisi apı kılasın ise. Bunda degen buldu anda erlarını çoğu, erlarını zaten o büktürk etken oldu. O yüzden hak etti. Şeriatın malum andı bu. Ya bu tarafın açıyor. Birkaç ve en ta'fu akrabu littaqva degen. Ve en ta'fu'muş hitap. İmam Malik'in nazarında hitabın lil ezvaj degen. Bunda olan iken ya'fu degen erlarını köz tuttu degen qarash kuchli. Dolayısıyla yedi oktatın nikah diyen sözmüş şundan. Yedi oktatın nikah bu zövç. Yani talak kılış, yani iliş, aşının kıldı mı, yani velinin kıldı mı? Veli talaklarında talaklanmaydı. Demek ma İmam Malik'in karşına acılaştırıyordu. Siz delil ekranmanın gâdı. Ve delike şeyun ya'sur. Bu delil ekiliş intayın kıyın müşkil iş. Beksil müşkil. Ama ma kitaptan ona başka her kadar kitaptan evzellikinden mesela bunda ayarı çıkıyor. Hiç kanda taasüf yok. Özün vazife olsun, başka olsun, lillahi tırplan başka. Ayrı özün vazife ona delil ekranmanın gâdı. Bu mesela bağımın karışmış doktor. Güreşinin hakikaten kıt taasüf yok. Hep meselede öteki tuğum. O özünün vazifini onda mayana tartı ya delilini onda şahlı ekkende ilgin mayana ekle demeydiken kat. والجمهور على أن المرأة الصغيرة والمحجورة ليس لها أن تهب من صداقها النصف الواجب لها. Yani köpsek alimler elbette küçük kızcağız, ekstran kız olursa, aklı bulup bulmanıken, bu onda üzgü açıp boğa yerimine, buldu ammayma desi bulmayı. Çok mu desi gerek? وَشَدَّ قَوْمٌ فَقَالُوا يَجُوزُ أَنْ تَهَبَ مَصِيرًا لِعُمُومِ قَوْلِهِ تَعَالَى. Bazılar şahit alette, köpsek alimden ayrıca çıkıyorlar. İlla ya'funa dedim mi demedim o? Ya'funa diyendikken şu ayarlar apokis buldu diyendikken bu saran, ya kız olursun apokis buldu deyip durup. واختلفوا من هذا الباب في المرأة إذا وهبت صداقها لزوجها ثم طلقت قبل الدخول. مش أهوال ده. إمام مالك تقول إمام مالك ليس مدتون. İmam Malik öyle. Leyse yerci aleyha bir şey. Yani o ayaldın yana soğuk tarikiste özü belgen toyluğuna ep buldu bu. Ep bulup anda bu sizden kıygan soğutun. Ama toyluğunun ki yerimini bilişin gerekti. Ben bu şarkımı talep kılmaya ekler belgen. Hep yani minkoyne o ediyap boğan. Yani ondan toyluk hesabında beş koyuna talep kılış hakkı var mı olsa hakkı yok değil. İmam Malik'in karşı. Demek o elden toylukla beş koyuna bana belgeyende onu alınmaydı değil. Ve kâle Şafii yercu aleyha bi nisfi sadaq. Anaya sen iyi bir kılvatken. O zaman yenildin belgende gibi toylukla yapamaz mı? Adem toylukla ben dayan toylukla yerimine ekleyade halalaydı dedi. Bu İmam Ahmed'in karşımı şu. İmam Şafii'nin bu bir karşı, yani bir karşı başka. Lakin mağmum şu mezhepte hesap kılmanın karşı. Ve sebebul hilaf hel nisful vacib lizzawj bit-talaq ve fi ayn as-sadaq ev fi dimmatil mana. Bu talaqtan sebebi bu şu talaq kılınıp bitiş bilen ergi yerime ayol yerim vacip olan tuğan. Muş vacip bulaş hardır. Toyluqның özüge bağlanıp kaldı mı? Ya ayolun geldiğine bağlandı mı? Çünkü toyluqның özüge bağlanıp kaldı, toyluqның özü qanday yoluyla erinin yançıqı sirip kalsa, demek ondan özünden hakkı yançıqı sirip olgan başka narsa talep kılanmaydı denge. Eğer zimmetil mera dese, o ayol o hibe kılıp bir etken bolsa mı, o geldiğinde aşı erinin hakkı bağ. Faman qala fi ayni sadaq qala la yarji aleyha bir şey. Bu İmam Malik'nin deyişi. İmam Malik aş toyluqның özüge bağlanıp ketkende, bu toyluqның özü hazır hibe ağır kılıp erinin yançıqı sirip ketdi. Bundan özünden hakkı yançıqı bolganken o elden yani qayıp talep kılanmaydı. Lenno qabada sadaq kullahu. Bu yerimine reve ya ki emmine qılgap boldu yerime özün haqqı şunu şunu var. Ve men qala huwa fi dimmatil mar'a. Yo'q bu gadinga vacib bo'lib ketgan. Aynina kessin, bunun bilan karimiz yo'q. Gadinda bor desa, qala yerjam. Ayoldan tultudur. Xuddi bu ayol o'zining yendiki boshqa bir pulni hiba qilib berayotgandek. Endi to'yliqning yerimini endi berish kerak. Va in wahabat lahu kama law wahabat lahu ghayra zalika min maliha.
boshqa ma'lumotni berayotgandek endi to'yliqni endi yerini bilish kerak bo'lgandek. Va farraqa Abu Hanifa fi hadal masala. Abu Hanifa mush masalada ikki ahvolni ayirdi dedi. Ayol qo'lga topshirib olgandan keyin hiba qilyaptimi, topshirib olmasdan hiba qilyaptimi? Faqala in qabadat qo'lga topshirib olgan bo'lsa, endi hiba qilyapti degan gap bor mishada. Endi hiba qilyapti, undan talab bo'lgan bo'lsa, bu chog'da bu ya'ni yerini talab qilish haqqi bor dedi. Maktubning iborasi bo'yicha. Bu hozir Shafiy mazhab bo'yicha o'xshash, yerini talab qilish haqqi bor. Ana hiba qilib bergan muhadiyan bu boshqa gap. Men hozir to'yliqning yerini shariat belgilagan haqqimni talab qilaman deb ta'kidladi. Va illam taqbat, bu el qo'lga topshirib olmasdan hiba qilayotgan bo'lsa, falaysa lahu shay'un. Maliki mazhabga o'xshash. Bu chog'da u hech nima talab qilinmaydi. Ka'annahu ra'a anna al-haqqa fil ayn ma lam taqbat. Ya'ni xuddi Imom Abu Hanifa qo'lga topshirib olmagan bo'lsa, bu erning haqqi aynga chetishlab qo'lga topshirib olib bo'lgan bo'lsa, gadan o'tib ketgan bo'ldi deb qaragandek. Ya'ni bu mazhabda ikki avvalni ayirdi. Qo'lga topshirib olib bo'lgan, topshirib olmagan. Topshirib olganni ayn yoki tovar uni ayirdi. Shunda ayirmasa, bu mazhabning to'g'ri chiqmaydi. Chunki pul desak, bular tatayyan, o'sha zimmada bo'ldi degan gap chiqadi. Talashdan sababi nima edi? Zimmada bo'ldimi yoki ayndimi degan gapda. Endi bu ikkinchi masalaga o'tdilar. Al-mawdi' ar-rabi'u fi at-tafwid. Ikkinchi masala tafwid deydi. وأجمعوا على أن نكاح التفويض جائز وهو أن يعقد النكاح دون صداق. تفويض يمشي هذا نقول كان تويلق من قبل قميلا نكاح أخي وربطه. نكاح التفويض جنازر تويلق بكتماي وحق تختل مصدر نكاح قليل لكن أهول ده بهذا إجماع واقع جائز. تويلق بكتماي جائز. bu nikah joiz bo'ldi. Lekin andin to'yliq yani biramdo ba'mamdo. Ba'zi nimani birdo uning gapi boshqadir. Mana nikah nisoqlarni qilmoqlik qilmas. Nima uchun? Liqawli ta'ala la junaha alaykum in talaqtum nisa ma lam tamassuna aw tafridu lahunna farida. Mana aw tafridu dug'a siz bikmasdan bikmasdan talaq qilmasdan, talaq qilmasdan degan nikah hisoblanib ekan degan gap chiqdi. عند الجمهور ما جائز لنا. اجمعوا واختلفوا من ذلك في موضعين. هم بهذا شكي مسألة اختلف قد أحدها إذا طلبت الزوجة فرض الصداق واختلفا في القتل. أول كشان ده طويلق نبر بكتيرler. Burada mesela nikahını mahkumum okuyup da kim keşfetkep epkilgan çağda toylukni bir biktip koydu. Antın baray teptiropmayı. Yakın zayalarken musunlar da. Vaxtalafa fil qadir. Bola andan mançı koydu, onçı koydu, 10.000 koydu, 15.000 koydu. Tükçenmeye kaptı. Bunda aldık anda kıldı. Nikah okulup oldu. Hayır tükçenmeye hazır gizleşip durdu. Hayır kutan boyup yaranmadan yatılga bakılıp gitti. Anda kıldı. Mağgep onu. Bu özünün ayağını kitabına oturan da mesela. الموضوع الثاني إذا مات الزوج ولم يفرض لها صداق منه. Demek müjde avladı öyle gidip kalsa. Toylukun gebini kılışmayın nikah olup ölüp gitti. Kanda kılmaz. Ama mesela tuğlula ve hiye idâ kâmetil mer'atu tatlubu en yufrada leha mehran. Yani yufrada leha mehran. Öyle kişi toyluk bikisler'de bağlanmaya oturuptu. Fakâle taifetun yufradu leha mehru misliha. Bir grup alimler onunla şu ayalının demetlige şu ayalının yakın ayallarının toylukunu, o mehru mislinin numarayı kildi dedi. Mahrum islaha biktimiz depti. وَلَيْسَ لِلزَّوْجِ فِي ذَلِكَ خِيَارٌ. Er kişi mançılık unçılık diyemeydi. Mahrum isli vacip olup gidip kaldı depti. فَاِنْ طَلَّقَ بَعْدَ الْحُكْمِ. Demek, mahrum islini hüküm kıp oldu hazır. Kıp olgandan keyin talaq kıp qalsa, o çağda aşolar özleri çalışıptı. Taife toplaştı. فَمِنْ هَؤُلَاءِ مَنْ قَالَ لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ. Ulanın içinden yerimini aldı, mahrum islinin yerimini aldı diyorlar var. قبل دخولنا. ومنهم من قال ليس لها شيء. Hiç mi alınmaydı diyelim ba. Yani asıl farkı lem yekun fi uqdatin nikah. Çünkü dastlabda o to'yliqni belgilagan chaqda o nikah qilgan vaqti belgilmagan, keyin belgilgan. Va huwa qawl Abi Hanifa va ashabihi. Bu Abu Hanifa'nın qarshi ekan. Demak bu nisful nar vojib bo'lmaydi, lekin mutavojib bo'ldi demakchi. Ash nikah o'qigan chaqda to'yliq bekitib o'qimagan. Keyin endi mahrimizda keyin bir g'alva qilib andin bekitdi uni. Oyatda nima edi? Laqad faradtum lahunna farida. Demak Abu Hanifa hazır laysa laha shay'un dedi. Bu ayol hazır hech nima olmaydi debdi. Razulab bo'lgan ekan, hech nima yo'q degan asosli to'y qilgan ekan, bo'ldi debdi. Va qala malikum ashabu az-zawj bayna khiyaratin salat. Er kishining 3 xil ixtiyorligi bor. Imma an yutalliqa va la yafrid.
Bu çağda bu bekitiş eğitilip to'yliq zaten bekitmayman. Bu başta to'yliqning gapini qilmagan. Bakar to'yliq bilan deb to'yliqni bermadan talaq qilsa, til saqlaydi. Wa imma an yafrida ma tatubul mar'atu bihi. Yak ayol kishi onun degan bo'lsa, unni berish kerak. Shuni bekitdi, shunaqa. Wa imma an yafrida sadaqal misl. Yoki mahram mislni bekitgan gap. Bu chog'da sadaqal mislni bersa, u ayolga shu lozim bo'lib ketdi. Mush yafrid sadaqal misligini qavli Shafi'i va Ahmad. Lekin bulamda sadaqal mislida bu nisf sadaqni oladi demakchi. Sadaqal mislini yerini oldi deganda. Bu talaq qabla dukhul bo'lsa, sadaqning yerini oldi degan gap chiqadi. Va sabab ixtilafim ani bayna man yujibu mahr al-misl min ghayri khiyarin liz-zawj in talaqa ba'da talabiha al-farq. Demak, mush masala zaten tashqir masalasi. Nikahni to'yliqning gapini qilmay nikah qildi. Amdi o'tgan ketgan chaqda to'yliqni bekitili, undan baray deb turibdi. Shu chaqda jidallashib talaq qildi. Yani bu ayol hozir hech nima olmamdi, o'zi boshda nikoh o'qigancha hech nima deyishmagan yoki mahram islolab uning yerini olamdi. Ma'nosi shunga. وسبب اختلاف آني بين من يوجب مهر المسلم من غير خيار للزوج إذا طلق بعد طلبها الفرد ومن لا يوجب اختلافهم في مفهوم قوله تعالى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. Demek bu ahvalda to'yliq alanmaydi deganlar bilan er kishining ixtiyorligi yo'q, bu zal mahram islam bo'lib ketib qoladi. Mahram islam bo'lgan ekan qabla duxul bo'lsa yerini oladi mahram islam. Agar ba'da duxul bo'lsa yerini oladi deganlarning ikkalarining o'ttirdagi talash tortishning sababi bu oyatning mafhumidan, hukmini tushunishda. La junaha alaykum in talaqtumun nisa ma lam tamassuhunna aw tafridu lahunna farida. Aw tafridu yani sizlar to'liq bekitmadinglar shunami? Talaq qildinglar, duxulmi qilmadinglar dedi. Siz gunoh yo'q, hech nima yo'q degan. Gunoh degani bizning degan to, gunoh bo'lmaysizlar degan bo'lishi mumkin. Siz gunoh olmaydi degan bo'lishi mumkin. Tafsir nasibida shunday o'qidik. Hal hada mahmulun ala al-umum fi suqut sadaq sawa kana sababu talaq ikhtilafun fi fard as-sadaq aw lam yakun at-talaq sababul khilaf fi dalik. Demek müşahede bu oyatdan umumlikni tushunamdik. Yani bu talaqning sababi ash to'yliqda ixtiloflashib qolgan bo'lsin, shu jidaldan kelib chiqqan bo'lsin, bosh sababdan kelib chiqqan bo'lsin, qanday ahvolda hech qanday mas'uliyat yo'q. Pulni to'lamaysizlar, yerimni bermaysizlar degan gapmi yoki uni ayrimdoq. Va aydan fahal yufhamu min raf' al-junah an dalika suqut al-mahr fi kulli hal mana. Sizga mas'uliyat yo'q degan gapdan to'yliq mas'uliyati yo'q degan gap bo'lamdi yo gunoh yo'q degan bo'lamdi, to'yliq yana bor degan bo'lamdi. Aw la yufhamu dalik fi ihtimal. Albatta, la junah deganda ehtimollik bor. وإن كان الأظهر سقوطه في كل حال لقوله تعالى ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره. أبو حنيفة قارشين كشندرات. الأظهر سقوط المهر. Yani bir ada qabla dukhul olsa yerimini berish ketmaydi. Boshqalar nikoh o'qigan chaqda to'yliqni bekitmagan, lam tafridu lahunna farida. Bu chaq la junah. Bu chaq sizga faqat hech nima bermasam bo'ldi. Yani to'yliq dairasini biraz bermasam bo'ldi. Gunoh yo'q. Yani to'yliq bermasam siz gunoh yo'q desak bo'ldi. Ya talaq qilasanglar gunoh yo'q degan bo'ldi. Hamda ikkinchisi gunoh yo'q degan bo'ldi. Lekin bunda oyatning siyoqiga qarasa to'yliq tavasida bir narsa berishing kerak emas degan gap chiqadi. Nima uchun oyatning oxirida va matti'uhunna dedi. To'yliqning yerimi bo'lgan bo'lsa mutobiq aj bo'lmaydi. Hozir sizga to'yliq berishing kerak emas, lekin atrofda narsa berib qo'yinglar degan ma'no. ولا خلاف أعلمه في أنه إذا طلق ابتداء أنه ليس عليه شيء. طلق ابتداء ديجنوينجا. إيش ناس بيكتماي؟ دخول مقماي. طلق لواس. مثلا مثلا يلومان تسمع. طلقنا بيكتماي. نكاح أخطأ. نكاح أقوى. يعني كين يعني بيكتماي. يعني جدال قماي. دخول مقماي. طلق لواس. إيش قندر مقماي. Bu talakat yok. Lekin to'ydan bitgan bo'lsa, shuni 21 ta. Hozir nikoh o'qigan chaqda, shu chaqda to'yliqni bitmagan ekan, mahram misli vojib bo'lib ketmadi dedi bu. İktidar menga nima uchun keldilar? Talabmi qilmabdi, boshqalar uni bekitib qo'ymabdi, ayrim o'zligidan bekitmabdi. Dastlabki nikohni o'qib, to'yliqni bekitmay, duxulni qilmay, hech shunday talab qilibdi, bu chaqda hech nima bermaydi dedi. Mutabirishi mumkin, lekin to'yliq doirasi binas bo'lmaydi. Vaqad kana yajib ala man awjaba laha al-mut'a ma shatr as-sadaq. Mana yerimini berish kerak. Ham mut'aning birdi deganlar aslida, ya'ni talaq qabla duxul bo'lgan chaqda shatr as-sadaqni birdi, mut'am birdi deganlar, nikoh g'ayri tatbiq. Yani odatdagi bir to'yda, to'yliqni bekitgan to'yda nimacha?
Lekin tafvid olsa to'yliqni bekitmagan to'yda. Hozir to'yliqni bekitgan normal to'yda talaq qabla duxul bo'lsa, shatr sadaqning birdo, ya'ni mut'ami qo'shab birdo deydiganlar aslida nikoh tafvidan mahrimiz kirdi deganlar. Qanday qilish kerak ekan? An yujiba laha ma'al mut'ati fihi shatr mahrimiz. O'chada ma'noda mash qoidan bo'yicha ayni nima degan bo'lsam, shu masqildigan mandagan deyishing kerak dedi. Mut'ami birdo, mahrimizning yerimini birdo deyishing kerak dedi. لأن الآية لم تتعرض بمفهومها لإسقاط صداق في نكاح التفويض. Çünkü ayette tafvid, gayr tafvid o bu deyin gapni qilmadi. Nikah tafvidda sadaqni bamisanın bo'ldi degan gap yo'q. Mafhumul xitobni nima ekan? Faqat faradtum lahunna farida debdi. Lekin illam tafridu lahunna farida degan gapning hukmi yo'q. Va innama ta'arrada li ibahati sadaq qabla al-fard. Lekin to'yliq bekitishdan ilgari taloq qilaversak mubah bu, gunoh yo'q dedi. فإن كان يوجب نكاح التفويض مهرا بس إذا طلب أجر نكاح التفويض أمدا طلب قلنغان أهوالدا مهر مثل كابترب çıkırdı واجب قلدو ديان أهوال بوسا وچالدا فواجب أن ينشطر يتشطر من يتشطر أو ينشطر إذا وقع الطلاق كما يتشطر كما خود toyluqning namini bekitib miqdorini belgilangan nikohda yerimi bilinib ketgandek ma toyluqni bekitmagan nikohdimi ashuna talaq qabla duxulolab keyin andan nimani ba'zisa endi yerimlashib ketish kerak asli. Biz hozir mush masala nima deykan? Tashdiriga gapmish. Endi a masalada mushunda degadim kim zodi? Ham yerimini birdo, ham mutani birdo degan ekan. Ayda mutani vojib dedimi, shunda holda mustahab dedimi? Shafi har qanday taloqda mutavajib dedigan. Demak bu siz mahr qilgan ashunda ahvoldimi mutani bil qatudi degan bir qarash bordi. Kim desin? Bu shunda deganlar nishadimi endi deyish kerak. Ya'ni mahr mislning yerimini oldi, yana mutani oldi deyish kerak-da. Meyada unda demidi. Demak oyat gibi menga maslashmoq bo'ldi dedi. Çürük koydu. Ve lihada qala Malikun innahu laysa yalzam fihi mahrun ma khiyar az-zawj. Ma ahvaldan da İmam Malik nima turoldi. Erning qo'lda ixtiyorlik bor bo'lgandikan, bu mahrun misli vojib, bu mushunda qilmaydi deymiz. Chunki erning qo'lda ixtiyorligi, ushbu ixtiyorligi ilzam degan gap yo'q bunda. Yani la ilzam, lianna az-zawj lahu al-khiyar. Shundan birini tanlaydigan ahvollar cho'qim zor mahrumisni qilishing kerak deb bunda zo'rlamdiq, zo'rlayolmaymiz deydi. Shundan biriga oyada İmam Malik bayna xiyaratin salas deganda imman yutalliqa va la yafrid va imman yafrida ma tatlubul mar'a bihi va imman yafrida sadaqal misli. Bu ishning qani qilishi ash'arning qo'lida bor. Mahrimizlarsin buldu, ayaklarsin buldu, yaki. Lakin mahrimizlarni berishing kerak deb majburlanmaymiz endi. Erning ixtiyorligi bor. Chunki Malikning qarshi kuchlan demak. Chunki avla o'zining qoidasi bo'yicha ma'mudi. O'ziga o'zi bir xil tanaqqud ish qilgandek bo'ldi. وأما المسألة الثانية وهي إذا مات الزوج قبل تسمية الصداق وقبل الدخول بها فإن مالك وأصحابه والأوزاعي قالوا ليس لها صداق ولها المتعة والميراث. to'yliqni bekitmabdi va ayoldan birlama bo'lmay o'lib ketibdi. İmam Malik va Avza'i u ayolga to'yliq yo'q, lekin mut'a beramiz, miras oldi debdi. وقال أبو حنيفة لها صداق المثل والميراث. وأبو حنيفة صداق المثل الله. والدخول دخول مس عند طلاق مالك صداق المثل دبته. وبه قال أحمد وداود. شو أيالا هاتدو لكتنه. صداق المثل شو تورش خدا. أحمد وداود مش قرش بلبته. وعن الشافعي القولان جميعا. دبن إمام الشافعي برقرشتا أبو حنيفة أحمد داود لم بالله. يعني برقرشتا إمام مالك وأوزاعي لم بالله. قال ما إشكي بالمكت. لكن الأزهر يعني قرشتا أبو حنيفة لم بالله. إلا أن المنصور عند أصحابه هو مثل قول مالك. أنه ما كتبتا إمام شافعي كل söz geldi. İmam Şafii'nin mevcuduk alimler işlendiğen qarash İmam Malik bilan billah degan qarash shu deydi. Lekin İmam Navoiyning misda Al-Azhar va Abu Hanifa bilan billah bo'lgan qarash. Demak İmam Shafii'ning mazhabidagi olimlarning qaysi kuchli deyishni o'zlari ixtilof chiqqan. Ba'zi İmam Malik bilan billah turgan qarash kuchli, ba'zi İmam Abu Hanifa bilan turgan qarash kuchliroq deb qaragan. مكتبتا مالك لن تغني كشلق وسبب اختلافهم معارضة قياس الأثر. أما الأثر فهو ما روي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه سئل عن هذه المسألة فقال أقول فيها برأيي فإن كان صوابا فمن الله وإن كان خطأ فمني. أرى لها صداق امرأة من نسائها لا وكس ولا شطط من نسائها مهر المسلمين
o'xshash ayollarning to'yliqini aynan kemitlatmay, ortiq qilatmay bermizdir. Vaqt degan nuqson, shatat degan ziyoda, ortiq yoki bir zulm deyman. Va alayha al-idda, albatta iddat kizido, iddatul vafa, iddatul mutawaffa anha zawjuha, va laha al-miras. Miras va iddatda asos tavib yo'q. Dünyada hazır nemin aldı diyende Mevla sadak imra'a min nisaiha mehrimizini aldı. Faqama Ma'qil ibn Yasar al-Ashja'i. Ma'qil ibn Yasar yani Ma'qil ibn Sinan. Sinan ibn Sal to'g'riroq debdi. Faqala ashhadu laqadayta fiha biqada'i Rasululloh sallallohu alayhi vasallam fi Barwa'a binti Washiq. Bu debdi men guvohlik beramanki sen mushu masalada dal Rasululloh sallallohu alayhi vasallam boshqning qizi Barvaning voqeasiga hukm qilgan o'xshash hukm qildi. Ya'ni to'g'ri hukm qila oldi demoqchi. Xarrajahu Abu Dawud va Nasa'i va Tirmizi va sahhahahu. Demak Tirmizi sayid etgan. Mana Abu Hanifaning dalili shunama. Va ammal qiyas al-mu'arid li hada. Mana boshqalar hozir hadisning qarshiligida qiyosni ko'tarib chiqdi. Abu Hanifaning qiyoschi hadisga qarshi degan gap bor. Bu masalada hozir o'zgarib qoldi. Şunda dişleri unda hammasini sirib ko'rib baqish kerak. Namozdan hamda minnullik deymiz, yamanmanda deymiz demaymiz, yengabda tövbash masalada unda hadisga kelib qolgan bir ahvol ko'rib hamma ahvolda bunda qarshi deyversa bu insofsizlik. Wa amma al-qiyas al-mu'arid li hada fa huwa anna as-sadaq 'iwadun. U to'yliq degan bir badal deydi. Lekin badal deganga ma'quldamdi, qilmamdi. Bu bir gap. Abu Hanifa rahimahulloh Delilda yoki Abu Hanifa, Imom Ahmad, Davud az-Zahiri, Imom Shafi'i bir qarashda dalil qildi. Endi bu to'yliq degan bir badal debdi. Falamma lam yaqbidil muawwada lam yajib al-iwad. Qarshilikni olmagan ekan, u badal vojib bo'lmaydi deb. Ya'ni u molni topshirib oldimi? Undan kim pulni to'lamaydi deb. Masalan shu. Qiyasan al-bay'. Qaddim kan ilimci مش خمس مؤسسات وتوسط مو وقال المزني عن الشافعي في هذه المسألة الإمام مزني كان İmam Şafii'nin şagirdi. Bu Mısır'ın şagirdlerinin hem çoğun şagirdlerinin birisi. Hatta İmam Şafii vefat olan iken Muzani onda müderrislik qilgan. Muzani Nasir mazhabi diyor İmam Şafii. Muzani bu İsmail ibn Yahya Abu İbrahim 264-yili vefat olgan. İmam Şafii muşunda nindetken in sabata hadis barva fala hujja fi qawli ahadin ma'a sunnah. An muşu barva bint Vashiqning hadisi azraq sahih meselesi var edi. Bu nimeden kelgansa Şiravisinin Ma'qil ibn Yasarmi Ma'qil ibn Sinanmi degandek bir ixtilofdan kelgan bo'lsin ekan. Bunda shak qilib saymidi emasmi? Say bo'lib qolsa bo'ldi mush hisob debdi. Vallazi qalahu huwa as-sawab. Ma'luma tarjih. Hazır İbn Rushd o'zining imamining mazhabidan boshqa bilan tarjih qilyapti. Dedi sen bazen bana sahih deb chiqdi. Sahih. Şeyh Albani sahih dedi. Kırmızı sahih degan. Tamam. Lekin endi mush İmam Şafii'ning hozir ikki xil qarashi nereden kelib chiqdi? Dalmush keyin degan mush qarashidan kelib chiqqan. Yani bunda bir gap bor. İmam Şafii "İza tabatal hadis fa huwa mazhabi" degan. Endi bu hadisni sahih emasmiki deb o'ylab, bu hadisni ammab turgan. Ammo boshqa bir qarashda bo'ldi. Shunama? Bu İmam Şafii'ning bir qavli bo'ldi. Keyin bu Şafii mazhabi olimlar, keyin undan bir necha vaqt o'tgandan keyin bu İmam Şafii'ning mazhabi olimlar, İmam Şafii balki bu hadisni qattiq tekshirib unda ayıq chiqarmoqchi ekan. "İza tabatal hadis" deganimda taraddud qilib qolgan, ha? Chunki olimlar buni tekshirib qilgandan keyin zodi xotirjam bo'ldi. Sayyid deb. Sayyid degandan keyin İmam Şafii'ning ikkinchi so'zi paydo bo'ldi. Chunki İmam Şafii o'ziga "İza tabatal hadis fa huwa mazhabi." Endi hozir burinqi hadisni olmaymiz degan qarshi hisob qilamdi, hadisni olamiz degan qarshi hisob qilamdi. İmam Navaviy al-Azhar degani İmam Navaviy bu hadisning mujibidan deyish İmam Şafii'ning mazhabi shu. Çünkü İmam Şafii baştan deb qo'ygan. Agar sevlab qolsa bu mazhabim shu degan ekan, İmam Şafii'ning mazhabi hozir Abu Hanifa'ning o'xshash deydi. Başqa deydi, yo'q, bunda degan bilan o'z vaqtida u hadisni olmagan, boshqa qarash bo'lgan. İmam Şafii o'z degan gap, undan keyin ashun hisob qilamiz. Shuning yerdan al-Azhar qaysi deganda Şafii mazhabining olimlari nechiga bo'linib ketdi. Şu maktabda al-Mansur degani ba'zi İmam Şafii'ning mazhabiga olimlar İmam Şafii'ning qarshi mushrik deb, burun qarshi debdi. İmam Navaviy Azhar degani İmam Şafii mushadis say bo'lsa buni mazhabim shu deganki İmam Şafii'ning mazhabi musho, baxshlo deb turibdi. İbn Rushdning nasl qarshi ne? Say bo'lgan ekan, bu hadis boshqa ehtimollik bo'lmagan ekan, naqsanda. Bu
Bu hadisni almay, başka bunu alamda. Ya kıyasın kadar su olmaydı. Şu savab degenim zaten tercih kılıştı var. خرجه أبو داود والنسائي والترمذي والصحاح هو ديجان مثل تخريج ابن رشد نعم ابن رشد'ın تخريج ve İbn Rüşd'den hadis sahih kelmeden kusmas. İbn Rüşd saydı de Tirmizi sahih deb qaragan dedi. Lekin bana sahih degan bilan munda acizde demedim adım. Şu hesap demesin. La hujja li ahadin ba'da Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Rasulullah ne desen, biktetken başka bir adam ya munda qarayma, mening chimanda diyalimda demekti. Yani Resulullah'ın yine Allah biktetken şu. Ha? İn huve illa vahyu yuha. Allahu a'lemu bis-savab. Subhanakallahumma ve bihamdike eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyk.